Dunyoga kelgan bola dunyoni onasining ko'ziga qarab, onasining energiyasiga ulangan holatda dunyoni qabul qilishni boshlaydi. Ana endi tasavvur qiling, agar dunyoga bola kelgan bo'lsa, lekin onasi alamzada bo'lsa, onasi hayotdan norozi bo'lsa, o'zini qaynonasini yomon ko'rib yashasa, qaynotasidan nafratlanib yashasa, erini qanaqadir kamchiliklari uchun kechira olmay yashasa, o'zini ota-onasidan xafagarchiliklarda yashasa, bunday holatda bolaning top-toza energiyasi, jannatiy energiyasi ko'tara olmaydi-da ko'p paytda. Ko'tara olmaydi, chunki onadan keladi. Siz bolani oq sut bilan emizyapsiz. Ichingizdagi butun neyronlaringiz, fikr, hamma narsa unga o'tadi. Bolani katta qildingiz ichingizda. Nima fikrda yurgan bo'lsangiz, bola xuddi shu fikrda katta bo'ladi. Dunyoga keladi va bolani katta qilayotganda ham siz unga nima deb o'ylayapsiz? Baxt holatini, shukronalik holatini beryapsizmi? Iymonni, ichki minnatdorlik tuyg'usini beryapsizmi? Yo'q, albatta. Siz bolaga faqat negativ bilan bolani emizyapsiz, ovqatlantiryapsiz, unga qarayapsiz. Ana shu juda katta ta'sir o'tkazadi. Shuning uchun ayollar qachonki o'zi bilan ishlashni boshlasa, ichki dunyosi bilan, psixologiyasi bilan, fikri bilan hayotdan shukronada yashayapmanmi yo noshukur bo'lib yashayapmanmi degan elementar hissiyotni, his tuyg'uni his qilib yashash haqida gap ketyapti-da.